Assalomu alaykum. Bugun 8-dekabr 2025-yil. Bedana jo'jalarimizni 15-kuni 23-noyabrda ochib chiqqan. Holat yaxshi. 400 ta bedanadan boshlagan edik. Kecha 100 tasini sotib yubordik 7,5 ming so'mdan. Hozir 300 ta qoldi. Taxminan 10-kungacha patologiya holati kuzatildi, o'lim holati. Bitta ikkitadan bo'lib. Bu endi asosan nogironlar, yaxshi rivojlanmaganlari bo'ldi. Qolganlari sog'lom, yaxshi katta bo'lyapti. Endi qisqacha qilib tushuntirib ketsak, yana 1-2 kunda o'zi xo'roz makonini ajratamiz. Deyarli ajrashni boshlabdi. Mana bu xo'rozi. Xo'rozini mana shu ko'krak qismida qizg'ish rang sekin ajrab boradi. Xol-xollar yo'qolib boradi. Makonlari hop, mana bu makon ekan, mana xollari shundaycha qoladi, qizarmaydi. Bu haqda yana bir alohida ajratganimizdan keyin yana batafsil tushuntirib boramiz. Hozir endi ajrashni boshlagancha yaxshi ko'rinmayapti. Ishlarimiz ko'p, har kuni syomka qilishga ulgurmayapmiz. Ara-arada imkonimiz boricha holat haqida syomka qilib boryapmiz. Bugun 15-kun bo'lsa, tagini tozalashimiz birinchi kunda 5 kunda tozalagan bo'lsa, 5-6 kunda, keyin har 3 kunda tozalab boryapmiz. Sababi ko'pligini hisobiga tagi tez rasvo bo'lib ketyapti, lekin ozroq boqilsa-na rasvo bo'lib ketmaydi. Hozircha holatlari mana yaxshi. Xo'roz makonlari endi ajrashni boshladi. Nasib bo'lsa, xo'roz makonni ham alohida syomkalarni qilib beramiz. Mana shu yerda mana shu xo'roz ekan mana. Mana shu xo'roz ekan. Oldida xollari kamayib ketadi, qizarib. Mana shu ochildi endi. Qizarib ketadi keyin sekin. Makonlarida xollari shundaycha qoladi.